9-cı qism. Qizi, ikkimiz oshxonada paranglashqach tamoqni tayyor qilayli. Yo'ldoshingiz bilan dadangiz birdan paranglashib o'tirib tursin. Züleyxa shundoq degunicha intizorning qo'ldan tutib oshxonaga kirib ketdi. Ha, qani o'g'lim, bu yoqqa o'tib o'tiring. Qani, choy ichgach o'tiring. Dedi Sodiq bir piyola choyni oldimga qo'yib. Men rahmat deb piyolani qo'limga ilishimg'ila u gap boshladi. Anglasam, sahrodan ekansiz. Ata-onangiz hatto hech qanday urug' tuqqanlaringizmi yo'q ekan. Shundoq turib, qandoqsiga intizor qizimiz sizni yoqtirib qolgandi. Qarasam, o'zingizga xeyli yomon emas yigitdek qilasiz. Qaraganda uning mal dunyosini ko'zlabsizdan, ha? Uning ustiga shirkatning odatdagi ishchisi ekansiz. Alohida ko'zga ko'ringidek natijangizmi yo'q ekan? Uning tuyuqsiz to'limdan to'qmoq chiqqandek po'siqqida bu gapni qilishi nirvamga, tomirlarimga tez suratda ta'sir qilib, badallarimni titrak bisib ketdi. Shundaqdimi qo'limdagi bir piyola choyni ko'tarib ichib o'tib, bishimni sangiltib o'tirdim. U yana gapini davomlashtirishga boshladi. Qaraganda ko'nilarning qiyinlik yerim davlat degan maqol tamsilini obdan o'ginib tikansizdan, ha? Bo'lmasa, kallingiz xeyli ishlaydi ekan. Sizdan so'rab baqay. 7 a'zosi to'liq bir erkak turuqliq xotin kishiga tayinib jon beqishdan nomus qilmamsiz? Dedi u yuz qaramasdan. Degandek, bu odamni tunji qitim ko'rgan chig'imdala ko'zimga sig'magan edi. Yana bir qitim sezgimning to'g'ri ekanligiga ishondim. Kechiring tag'a. Siz meni xato tushunib qapsiz. Amaliyotda intizor bilan ikkimiz bir-birimizni yaxshi ko'ramiz. Bu yerda manfaat masalasi yoki aldash degan ish yo'q. Faqat bir-birimizni yaxshi ko'rganligimiz uchunla Qurib ketsin, ashi yaxshi ko'rish. O'z vaqtida ochammo mardonni yaxshi ko'rib qilib, bizning qarshi turg'unimizga unmay, uning bilan to'y qilgan edi. Oqibati qandoq bo'ldi? Shirkatning kotibi bilan oshna o'ynab, siratdan bola tepib, bir oilaning vayron bo'lishiga sababchi bo'ldi. Men qizim intizorningmi opsining izini besib qilishini xohlamayman. Agar to'ydan burun bilgan bo'lsam, bu to'yni to'sib qolardim. Dedi u chalva qilganicha gapimni tatib olib. Bundoq demang tag'a. Bir odamning o'tkazgan savalligi uchun hamma odamni bir tayoq taydisangiz qandoq bo'ladi? Dedim men uning radiya berib. Amaliyotda nomratlarning hammasi tezda boy bo'lishni o'ylaydi. Ular har xil yo'llar bilan vositalamay puldorlarga yaqinlashadi. Sizga deb qo'yay yigit. Men yerning ostidagi yilonning tevishini anglay olayman. Agar yomon niyatda bo'lgan bo'lsangiz, bu niyatingizdan to'xtab qo'ying. Bizning jamiyatimizning igiligi sizlardek odamlarning qo'liga tushib ketsa bo'lmaydi. O'ylab baqsam, endi mening o'ttirga chiqadigan vaqtim kelgan o'xshaydi. U shundoq degunicha o'rnidan turib ketdi. Qaraganda u mening tegitaktimni aniqlab bo'lgandek qiladi. Lekin shundoqdimi uyga kelgan mehmonga bundoq adabsizlik qilishi to'g'ri emas-da. Uning bu qilganlari haqiqatan g'ururimga tekkan edi. O'rnimdan turib, gap qilmayli sirtqa mangdim. U meni tutib qolmadi. Mashinani tashlab qo'yib, dachidan chiqib cho'ng yo'lda maqsadsizla oldim qarab mengishga tamshaldim. İçimden chiqayotgan xo'rliqning ta'siridan butun badallarim titrab, mushtum xudo hozirli birisini urib chaplayib o'tadigandak turilgan edi. Ularning meni shunchalar pastga o'giniga achchig'im kelib, achchiqdan yirlayil deb qolgan edim. Agar mushundaq vaqtda birisi menga gap qilsa, ko'ngliga azor berishim turg'anli gap edi. Mush yoshga kelib, azaldan bunda xo'rliqqa uchrab baqmagan edim. Ko'nglim achchiq bir narsani tatib turardi. Tuyuqsiz
achchiqni kesidu degan gap esimga kelib, dastlabki qitim Tursunay bilan ko'rishgan chaqda kayfiyatim esimga keldi. Bu vaqtda tunji qitim kayf qilib bexishim edi. Ana shu chaqda aroqning kayfini yoqtirib qolgan edim. Lekin uningdan keyin ichishga fursat bo'lmagan bo'lib, ichishni ancha bakmi xalab ketmagan edim. Lekin nima ish qildi, bugun ichib beqishga ko'nglim tatib turadi. Sodiq degan o'g'rining gaplari quloq tubimda jaranglab turadi. İntizar bilan bo'lgan to'y ishida ko'nglimning kayni kirib, yengiltaklik bilan ish qilganligimga pushaymon qilib qoldim. Lekin endi kaynim giyinishga mumkin bo'lmaydi. Chunki bu ish intizarning va mening obro'yimga berib taqiladi. Yotqonga qarab putsunish degan bu maqol tamsil amdilikda mening bishimga kelgan edi. Hozir men shundoq jimjit bir muhitga tashna bo'ldim. Azaldan kayf sapa so'rinlarga kirib boqmagach, qayerda muhiti ozoda, hozir kayfiyatimga maskagidek o'rin bordi deb izlab tingirqab turib qoldim. Mening bildiganlarim faqat to'y qilishdan burun ikki qitim intizar bilan ko'rishgan yiliqiya edi. Lekin u yerga boray desam, soniyaga yo'liqib qilishimdan ansiraydim. Men oxiri yo'l bo'yidagi do'kon va oshxonalarga bir ko'z yugurtib chiqqandan keyin yanala ashiyaga berishni loyiq topdim. Nim bo'lsa bo'lmamdi. Saniya meni kildi deb saqlab turamdi. Men shularni o'ylaganimcha oldimga kelib qolgan kira mashinasini to'sib chiqib o'ltirishimga intizordan telefon keldi. Uning nima deyishi menga aniq edi. Shundoq bo'lsa-mu telefonni oldim. Hay, qanisiz, tomoq tayyor bo'lib qoldi. Tez qaytib kiring. Uning ovozidan mendan ranjiganligi chiqib turadi. Qaraganda tag'isi uningga bo'lgan ishlarni demagan bo'lsa kerak. Ha, bo'ldi, sizlar yeyaveringlar. Mening jiddiy ishim chiqib qoldi. Kechda uyga borganda ko'rishayli. Mashina ishki ochiq mashinaning ishida. Deganimcha, uning javobini kutmayla telefonni uzib, telefonni butunlay etib etdim. Chunki uning keyin-keyindan telefon qilib parakanda qilishini xohlamaydim. Burun uningga yoshirun ko'yib yurgan vaqtlarimda uning mushundaq menga telefon qilishlarini bakla arzu qilardim. Gerçi bu arzuyimga yetgan bilan men arzu qilgan hissiyat bilan tubdan o'xshamaydi. Qirishqandek mashinadan tushishimgila xuddi meni saqlab turgandek yinimda Soniya paydo bo'ldi. Oha, yezna. Sizni bu yerga qaysi shamol uchirib keldi? Qaraganda bir qarorga kelibsiz-da-a? Dedi u susqini kulimsirab. Uning bu kulimsirishi menga xuddi meni masxir qilayotgandek tuyulib ketdi. Uningdan qochib yurib, yana uning yo'l qilib qolganimga ichimda bir muncha g'udirab, yolg'onlardan chiroyimni kulkiga zo'rladim. Ha, u ishlarni unutib ketang Saniya. Mening u to'g'riliq paranqig'im yo'q. Meni faqat bu aramgoh kelgan bir xirida deb biling. Men hozir jimjitlikqa muhtoj, boshqalarning meni parakanda qilishini xohlamayman. Agar bu taklifimga qo'shilmasangiz, boshqa yerga borsam bo'ladi. Dedim men tushib bo'lgan mashinaga qayta chiqmoqchi bo'lib. To'xtang yezna. Qaraganda kayfiyatingiz toza yaxshi emas o'xshaydi. Uydagilar bilan bir narsa deyishib qolgan o'xshamamsiz. Hech qisi yo'q. Men sizni avara qilmayman. Bu yerda qanchalik ko'ngil ochaman deysangiz, o'zingizning erkinligi. Lekin yolg'iz o'ltirsangiz toza yaxshi bo'lmasmikin? Mundaq qilayli. Men sizga hamroh bo'ladigan qizlardan bir nechini chaqirib beray. Bo'ldi, lozimi yo'q. Men faqat ko'ngil ozodlik izlayman. Bo'ladi, qani marhamat. Hech kim sizga daxl qilmaydi. Bexaraman o'ltiring. Saniya shundoq degunicha eshik oldida turgan bir mulozimni chaqirib, bir nimalarni degandan keyin meni aramgoh ichiga boshlab qo'yib, nalagidu ketib qoldi. Yanılı shu yiliq ayrimxonaga kirib, bir necha xil qo'rim buyurtgandan keyin mulozimatchiga yiliq chaqda Tursunay bilan ikkimiz ichgan qizil bir quti buyurtdim. Mulozimatchi so'g'uq ichimlik bilan muzni tangshab ilib chiqdi. Ochiqim xichi bisqmagan bo'lg'achqa rumkaga liqlab qo'yibla birini ichib etdim. Gerçi bu aroq ochiq bo'lmag'ini bilan qonsiq bo'lib, tiz ichib etgan bo'lg'achqa o'pkamga ketib, qiqilib yutilib ketdim. Agar bugun boshqalarning oldida xo'rliq tatmagan bo'lsam,
bundaq içib canını qiynab nima qilatdim deyman. Lekin intizorning tag'isi Sodiqning man qilgan ahonatlari quloq tuvimdan ketmay, nirv sezgilarimni jiddiylashtirib, uning menga gap qilgandek hakavur turqini ko'z oldimga keltirsamla, badanimdagi tuklar ta'tirsiga o'rilib, uningga bo'lgan o'chmanlikim hassilab ishishga boshladi. Xat to'xtabdi. Seni cho'ng so'zlatgan aşı bayliqinggu. Bir kunlarda mush qilganlaringga pushaymon qildiratmasam, ziyo bo'lmay ketay. Men xuddi oldimda uningga gap qilayotgandek jo'ziga birini mushtab qo'yib, to'shqizib turib, yana bir rum kichivatdim. Amaliyotda og'zimda shundoq degan bilan qandoq qilib uningga o'zimni ko'zitib qo'yishni bilmaydim. Kallam qop-quruq edi. Mardan liderning to'ydan keyin tarmoq shirkatni mening boshqarishimga o'tkazib berilgan bo'lgan ishi mush bir necha kunning ichida bir qarorga kelishi mumkin. Garchi to'ydan burun bu olam xushsallikdan shirin tush ko'rib yurgan bo'lsam-mu, bugun Sodiqning degan gapidan ozroq aql topdim. Chunki men bir o'g'il bola. O'g'il bola bo'lgandan keyin boshqalarning chappunida ta'lanmay, o'zimning kuchiga tayinib igilik tiklashim kerak ekan. Lekin quruq qo'l qanday igilik tiklayman? İglik tikleyemesem hiç qısı yok. Fakat ular tayanmasam da boldu. Bunun için özümni texmi mükemmelleştirişim gerek. Hazır en mühim bolğını intizar bilen ikimizden münasebetini ikimizden başka hiç kim uqmaydı. Başqalar bizni haqiqiy erxottun deb o'ylaydi. To'g'ri. Men dal mush munosabatdan foydalanishim kerak. Hazır mening bu shahardagi nomi bor şirketning xo'jayinining kuyo'g'il bo'lganimni xiljiq odamlar bilib ketdi. Albatta mush munosabatdan foydalanishim kerak. Albatta bu orqali sirtdan kadrlikqa imtihon berishim kerak. Ta'lim kelib imtihondan o'tib qolsam, hukumat igdorchiligidagi xizmat o'rniga ishga tusha olsam, talaydigan shu. U chaqda oldimda cho'ng gap qilganini ko'rib baqay. Hey, ig'izli degan bilan amaliyotda bumi oson emas-da. Gerçi imtihan berib o'ssammi, 100 tiran imtihonga qatnashadigan gap. Uningdan o'tgandan keyin bir mezgil tarbiyalanadigan gap. Lekin buningga pul ketadi-da. Menda hozir bunchalik ko'p pul nada turibdi? To'xta, paychik o'ynab baqsamchi. Qanday qilish to'g'riliq har xil chigish xiyollar bilan bir qutariqni ichib bo'lib, yana birini buyurtdim. Başdagi bir qutariq meni xeyli obdan mas qilgan bo'lsa-mu, bu men uchun yetarli emas edi. Bugün vuşkallamni bilmegidek mesboğum baydı. Ahırda buyurutkan haraqdan 2 rumki içipla bişim qiyip közlerim guvalaş qıltıdı. Belkim oşimni bilmegidek mesboluşimga xeyli badaq qılatdı. Çünkü hazır özümning nemish qilayotganligini bilalaydim. Tuyuqsiz kichik tartim qistap o'rnimdan qopib, tazıq uyga chiqmoqchi bo'lib, ishik to'yib kelishimga ishikni ochaman deb qo'limni sunishim bilan o'zimni kontrol qilolmay paloqqida qilib yiqilib tushdim. O'rnimdan turishga tirishgan bo'lsam-mu, faqat turolmadim. Dal shu vaqtda ayrimxonning ichida intizorning ovozi anglanib, kimlardir meni yo'lashga boshladi. Intizorning qandoq bo'lib bu yerda paydo bo'lib qolganligi menga ma'lum. Ammo har holda uning meni izlab kelganligidan intayin xushal bo'ldim. Bilmayman, yana kimlardir meni yo'lashtirib mashinaga ilib chiqdi. Mashinada uyga borguncha intizorning quchqig'iga bishimni qo'yib yotdim. Nimishqikin u bugun bir yig'izmi gap qilmasdan to'xtamay badallarimni silaydi. Uningdan kelayotgan kuchlik atir puruqi meni texmi mas qilayotgan edi. Onuncu qism. Uning quchqida allaylanish men kech-kunduz qilgan xiyol edi. Mana bu arzuyim bugun oxiri amalga oshdi. Mashinada uni quchoqlab so'yishga boshladim. Til bilan tarifligisiz ajoyib shirin tuyg'u butun badanimga taridi. Umu qarshilik qilmasdan menga tang moslashib, lavlari orqali chanqigan lavlarimni tishlamoqda edi. Mashina to'xtagan chog'dimi biz so'yishdan to'xtamagan edik. İntizar meni mashinadan yo'lashtirib tushirib uyga elib chiqdi. Men eshikdan kiribla uni quchoqlagan peti karvatga yiqildim. Beshimni ko'targudek majolim yo'q edi. Faqat intizorning kiyimlarimni saldurganligi g'uva esimda. Uyning ichi piqirab cho'glayotgandek tuyg'uda bo'lib ko'zimni yumib oldim. Yumshoq bir qo'l badallarimda o'ynab turardi.
Әтісі derazadan tushgan kun nuri yuzimni qizitqandila ko'zimni ichib yinimga qarab cho'chib ketdim. Yinimda yotqini intizor bo'lmasdan chochlarini kalta qilib budur qildirib olgan. Yuzlari kichik, qo'y ko'zlik, qo'nchaqdek bir qiz onasidan tug'um holatda maydamga qo'lini qo'yib, bexaramon uxlayotdi. Uningda qizlarga bo'lishga tegishli badan go'zalligining hammasi bor edi. Balki ishi mendan ancha farqlanib ketmasi kerak. Qo'sh olmasi mening badanimga tegib turadi. Uning qarashim bilanla badallarim qizib, yurak so'qishim tezlashib, fiziologiyalik qaytalanishning ta'sirida o'zimni kontrol qilolmaslik darajasiga berib qoldim. Va oqshom bo'lgan ishlarni aslab boqmoqchi bo'lib, har qancha qilsammi, xuddi xotirasi yuyilib ketgan odamdek hech nimani aslayolmadim. Oromgohda intizorning meni yo'lab mang'ini aniq esimda. Lekin qandoqsiga bu qiz bilan yotoqqa kirib qolgan bo'lg'itdim. Ajaba bu intizorning qig'ayishimidi? Agar rostla shundoq qig'ayish bo'lib qolsa, uning ko'ngilda yo'qligini bildirdi. Qaraganda intizorga saqlagan yigitlikim bugun mush yerda oxirlashga o'xshaydi. Garchi uning oppoq badallariga qarab o'zimni tutolmasammi, nafsimga haybirib, uning maydamga otib olgan qo'lini pam bilan ilib qo'yib o'rnimdan turdim. Meningmi kiyimlarim butunlay saldirib o'tilgan bo'lib, yotoqning ichida qalayimqon chechilib yotadi. Men kiyimlarimni kiyishga taraddud qilayotgan vaqtimda keyin tarafimdan yumshoq bir badan dumbamga chaplashib, qoshtishidek suzuk ikki qo'li bo'ynimga gira soldi. Uning tiniqlari yuzlarimga urilib turadi. Hay, meni yolg'iz tashlab qo'yib, nega boray degandingiz? Bek eskikansiz jimi? Bu siz zodi kim bo'lsangiz tushib keting, dedim men tuyuqsiz ko'nglim aynib yondirg'im kelib. Hay, ma gapni ko'ring. Mening kimligimni bilmay turib bu yerga boshlab kelganmidingiz? Sizga men lozimmi yoki mening kimligim lozimmi? Dedi u erkilab turib. Hey, men bu yerga qandoq kelib qoldim, intizorchi? Bu yerga bag'u meni qo'ltiqlab billa keldingiz. Lekin intizor degan kim o? Men tonimaydi ekanman. Men bo'lsam bo'lmamdikan. Axshamg'i och qolgan berining o'ziga o'xshab qoptikansiz. Lekin haqiqatan payzi bo'ldi. Siz zodi kim qandoq bo'lib, intizor u? Nimandoq intizor davirsiz. Men sizga dedim-ku, uni tonimayman deb. Bizning u yerda undaq qiz bola yo'q. Ishingizni bitirib, ko'nglingizni xo'sh qilibla tonimas bo'lib qoldingizmi? Pul berish tez kelayotgan o'xshamamdi. Axsham siz ayrimxonadan chiqibla yiqilib tushdingiz. Yo'lab turg'izib qo'ysam, meni faqat qo'yib bermay eslib oldingiz. Mashinaga sap qo'ysam faqatla qo'yib bermay, mushu mehmonxonaga olib keldingiz. Endi o bilgansiz, ishingiz bo'lsa, chaqqan bitirib pulimni berib eting. Mening yana qilmasam bo'lmaydigan ishim bor. Dedi u kiyimlarini kiygach. Nima? Bu deganingiz rostmi? Acaba oqshom intizor rostli kammidimi? Dedim men xuddi ustimdagi bir yukni ilib tashlayotgandek yengil tinib qo'yib. Qaraganda oqshom kayfligimda menda xiyoliy tuyg'u paydo bo'lib, bu qizni intizorga o'xshatib qolganligim aniq edi. Men sizga necha qatim dedim, unda qizni tonimayman deb. Chaqqan pulimni berib etdim. U shundoq deb qo'lini menga tangildi. Telefonimda uning ishkilik kodini skanterlab pul etib bergandan keyin uning chiroyiga kulki yugurdi. Indidarimni qetvelam. Qaysi chaqda ishingiz pishib qolsa, hayt desangiz, men tayyor. Dedi u qosh ko'zlarini o'yintib. Ha bo'ldi, hojati yo'q, chiqib keting, dedim e'tiborsizla. Chunki uning qanday qiz ekanligi ko'nglimga ayon bo'lgan edi. Qarab turib, yigitligimni ko'chadagi mushunday qiz bilan oxirlashtirganimga ichim ochiq bo'lib qoldi. Shundala bu haroq degan narsaning har qanday ishni qilishga sababchi bo'lganligini bilib yetdim.
o'zim topgan baloga, naga baray davoga degandek, endi qancha qilsam o'rniga kelmaydi. Chunki hamma ishni o'z ixtiyorligim bilan qilgan edim. Lekin oqshomgi ishlar faqatla esimda yo'q edi. Faqat esimda qolgani yotoqqa kirgandan keyin uning kiyimlarimni soldirgani edi. U qiz chiqib ketib bo'lgandan keyin tozliq uyga kirib, munchining suyini bo'lishiga ichib o'tib yuyinishga boshladim. Qanchalik yuyinsammi, badanimdagi erimas bir maynatchilik tugmagandek qiladi. Shu jarayonda 1 soatdan ortiq yuyingandan keyin qaytib chiqib kiyimlarimni kiyib, mehmonxonadan chiqqandan keyin telefonga qaradim. Telefon kelgan uchurlar bilan to'shib ketgan edi. Buning tangdan to'lisini intizor urgan bo'lib, hatto undidarg'imi necha qitim uchur qoldirgan edi. Undidarda boshda chiroyli gap qilib, men qaytarmagandan keyin qo'pol tekkan yalarim bor edi. Turib undidarimga bir qo'shish uchur keldi. Garchi kimligini bilmasam qo'shib beqishni qaror qilib, qo'shib turishimga keyin-keyindan bir necha parcha rasm avatdi. Rasmni ichib ko'ribla o'ngdamga tushkil tasli qoldim. Chunki bu rasm boshqa rasm bo'lmasdan, boy qiz bilan ikkimizning quchoqlashib, yalang'och tushgan rasm edi. Uning kimligini bilmoqchi bo'lib gap qilay deb turishimga, uningdan ovozli quchur keldi. Atrofga qarab qo'yib, telefonni quloqqa tutdim. Qandaq ahvolingiz yizni? Akşam qishloq ko'ngillik bo'ldimi? Hardiqingiz chiqib qolgandi, ha? O'tganda Tursunay bilan ikkinglarning yaqinchiliginglarni qo'yib turayli. Ma'noga kelayli. Endi buni intizorga qandaq tushundirsiz? Agar bu sizning hurmatga sazovor qiynotingizning qo'liga tushib qolsa, qandaq bo'lar? Agar mening gapimga kirsangiz, men sizga yordam qilaman. Bo'lmasa, qag'imni o'zingiz bilang. Uning bu gaplarini anglab, oqshomki ishlarning hammasi uning o'rlashtirishi bilan bo'lganligini bilib yetdim. Qaraganda u meni bosh qo'yib o'tmaydigandek qiladi. Uningga bo'lgan g'azabim chekiga yetgan edi. Hey, siz meni nima qilsin demoqchi? Nimandaq men bilan qolasiz? Bu ishga boshqa odam topsangiz bo'lmamda. Sizning bu qilganingiz menga ziyonkashlik qilganingiz. Mening faqat intizorni yaxshi ko'rib, uning bilan to'y qilganli yerim bor. Oqshom qishlarga kelsak, bu butun sizning men qilgan suiqasdingiz. Buni intizorga tushundirsam bo'ladi. Sizlarning nima qilishinglar bilan mening korim yo'q. Meni bu ishlarga chetvolmanglar. Dedim men sardi bilan uningga javob qaytarib. Bir necha minut uningdan uchirganmay yo'qab ketib, keyindilla telefonim sayridi. Qaraganda undizlarda paranglashishni biyab ko'rgan bo'lsa kerak. Men yana telefonni ilibla uningga so'zlab ketdim. Sizga deb qo'yay saniya, meni endi aromimda qo'ying. To'xtang yizni. Bundaq chechilmang. Sizlarning ishinglar bilan mening aloqam yo'q deysiz. Albatta aloqangiz bor. Chunki siz uning bilan to'y qildingiz. Bilamsiz, u to'y qilgandan boshlab shirkatning 3dan 2 payi uning bo'ladi. Men buningga qarab tursam bo'lmaydi. Chunki men uning bilan bir qo'saq bo'lmasammi, to'mirimda eqiyotgani uning dadasining qini bilan o'pmi o'xshash. Shonashqa men intizor bilan o'xshash imtiyozdan bahramon bo'lishim kerak. Albatta bu mol dunyo masalasi emas. Bu o'zimning shaxsiy huquqim. Men nemishqa u bahramon bo'lgan huquqdan bahramon bo'lamaydi ekanman? Men tartgan uvalchilikni u nemishqa tartmaydi ekan? Mening sizni tanlashimdagi sababim dal mushu shu. Uning ustiga siz pat yaqinda tarmoq shirkatni qo'lingizga olasiz va shu afzallikdan foydalanib meni uchur bilan ta'minlaysiz. Amaliyotda bu siz uchun tas ish emas. Shunchalik oddiymi? Sizcha bu mumkinmi? Dedim men ochchig'imda va keyindilla qo'shib qo'ydim. Kechiring, unda qilmasligim mumkin. Chunki men u shirkatni boshqarishni rad qilmoqchi. O'z oldimga egilik tiklamoqchi. Lekin sizning ishingizga aralashmayman. Shundaqla sizning bu planingizni hech kimga oshkorlamayman. Sizga deb qo'yay yizni. Hozir siz men bilan bir safda turib bo'ldingiz. Mening qo'limdan har qanday ish keladi.
Balkim siz tasodifiy mashina vaqasida meyib bo'lib qolishingiz mumkin. U vaqtda sizning ularga lozimingiz bo'larmi? Ikkinlarning munosabatini men tahlil qilib baxdim. Sizlar hargizmi haqiqiy xotin emas. Faqat bir-biringlardan foydalanyapsizlar. Siz uni yaxshi ko'rgan taqdirdami, u sizni elvatgan tirniqiga tanqimaydi. Agar uning ko'nglida ozroq o'rningiz bo'lgan bo'lsa edi, oqshomqidek ishlar yuz bermaydi. Uyqungizni iching, men degandek qiling. Agar yana jahillik qilsangiz, oqshomqi rasmlarni tarqalib ketmaydi deyamayman. Obdan o'ylanib javob bering. Xayringizni saqlayman. Uning ustiga sizning o'z oldimga igilik tiklayman deganingiz, balkim ortiqcha xiyolingiz bo'lishi mumkin. Siz qaysi o'z oldingizga igilik tiklamoqchi? U shundoq degunicha menga tahdid silib qo'yib telefonni qo'yibdi. Ras. U degandek uning qo'lidan har balo keladi. Chunki jamiyatdagi qora yo'lda mengayotgan har qanday odam bilan uning munosabati yaqin edi. Uning ishkiyada ochgan sayohat o'rni va shahar ichidagi oromgohda ishlaydigan odamlar 50 nechadan oshadi. Shundaqla uning uchun har qanday ishni qilishdan bosh tortmaydi. Haqiqatan u degandek oqshomqi rasmlar taqilib ketsa, buningdan keyin kelib chiqadigan oqibatni tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Shirkatdagilar mening bo'z yigit ekanligimga shaksiz ishonadi. İntizarmı shuning uchun meni tanlagan edi. Chunki bir qiz bilan bir uyda qo'lining uchini tutmay xotin bo'lib o'tish osonmi? Men faqat intizorni yaxshi ko'rgachkila bu talabga qo'shilgan. Mana endi Soniyaning tahdididan qo'rqib, uning qora yuzlik qilsam, u mendan bir umr nafratlandi. Undaq bo'lsa, qanday qilish kerak? Soniyaning taklifiga qo'shilmasam, meni rasvo qilib. Hatto degindek yolg'ondan tasodifiy voqeadan birini planlab, meni meyib qilib qo'yishim mumkin. Hey, qanday qilishim kerak? Buning uchun kalla qatirib Soniyaning mo degan yerdan chiqadigan, intizorga yuz kelalaydigan amaldan birini tepishim kerak. Buning uchun mening o'rnimda qurbonlik qiladigan qo'ydan birini tepishim kerak edi. Atrofimda men bilan yaqin o'tadigan, menga ishonadigan kim bor deysizlar? Shu xiyollar bilan uyga berish, bamasliqni o'ylab, yanala berishni qaror qildim. Berishdan burun intizorga telefon qilishim kerak edi. Uningga telefon qilsam, meni qart tizimda tiqib qo'yibdi. Mavishni ko'ring. Qaraganda bir oqshom uyga kelmaginim, ham telefon qaytarmaganim uningga ig'ir kelgan bo'lsa kerak. Undidarda uchur yozmoqchi bo'lgan edim, u o'xshashlar qart tizimlik bo'lib chiqdi. To'y qilib Tixi 2 kun bo'lmayli yuz bergan bu ishlar meni bakli gangirtib qo'ydi. Agarda ikkimiz rasmiy to'y qilgan bo'lsak edik, to'ydan keyin romantik shirinay sayohat qilishimiz boshlangan bo'ladi. Men xiyollar ilkida mashinaga chiqmasdan uy tarafga qarab yurib ketdim. Bu o'z ixtiyorliqim bilan emas, xuddi bo'ynimni bog'ilgandek ketib boratdim. Qism. Ishikni ichib uyga kirishimga uy ichidagi sissiq puroq burnim qurildi. Bu aniqli suyuqlantirilgan gazning puroqi edi. Ko'nglim bir shumliqni tuygandek intizorning ismini chaqirganimcha oshxona uyga yugurib kirdim. Gaz o'choqning ustiga qozon issiqlik bo'lib, o'choqdagi gaz konopkasi ichiqliq bo'lg'achqa gaz chiqib turadi. Men darhol gaz turib yo'lini etib o'tib, uyning eshik derazalari tamom ichib o'tdim. Lekin shunchalik chaqirsammi, intizordan sado yo'q edi. Men yotoq uyga yugurgach, uning uyda yo'q bo'lib qolishini tiladim. Yotoq eshigini ittirsam, ichidan taqoq edi. Aniqla bu uning yotoq uyda borligini bildiradi. Qo'rqqanimdan titrab, yuragim og'zimga kaplashib qoldi. Peshonamda ushoq tardanchilar paydo bo'lishga boshladi. Intizorning ismini chaqirgach, eshikni kuchab ittadim. Lekin har qancha qilsam-mu, eshikni ocholmadim. Vaqt o'tib ketsa bo'lmaydi. Uning o'lik tirikligi menga qorong'u edi. Endi eshikni buzib kirmakdan boshqa amal yo'q edi. Men barliq kuchimni chiqarib, eshikni kuchab tepdim. Bir necha qitim tepgandan keyin eshikning bir tarafi ajrab, qo'lpatiqdek to'shik ichildi. To'shikdan qo'limni tiqib, eshikni ichib uyga kirib, uy ichidagi manzarani ko'rib, yuragim qartdi qilib qoldi.
Chunki intizor qip-qizil uxlash kiyimi bilan yerda yotadi. Uxlash kiyimining oldi ochilgan bo'lib, uyatliq yerlarini kichikina kalt ishdan to'sib turadi. Lever taqilmagan bo'lib, yoshligini namoyon qilib turadigan qo'shmushtimdek ko'tarilib turgan ikki ko'ksi mana men deb ko'ziga tashlanib turadi. Men tükürkümni g'urt qilib yutib o'tib, tezlik bilan uning burniga qo'limni elib bordim va uf devatdim. Chunki uning har holda ojiz bo'lsa-mu nafsi bor edi. Men darhol yinimdan telefonni chiqarib, jiddiy qutqizishga telefon qilib etdim. Ham ular kap bo'g'ich orliqda yotoq uyning darisini ichib o'tib, uyning havosini almashtirgach, bir istakan sutni uning beshini quchqimiga ilib o'ltirib, og'zini ichib oz-ozdan ishirib tugatdim. Bu hadis yuz bermaganida uning quchqida shundoq yetishni bakmi orzu qilatdim. Jiddiy qutqizish mashinasimi hayal bo'lmay yetib kelib, naq maydonda uning og'iz burniga nafaslanish naychilarini o'rnatgandan keyin uni mashinaga ilib chiqib, men bilan birlikda doktorxonaga yurib ketdik. Men yo'lda mang'ach dadisiga telefon urib, bo'g'ashni xabar qildim. Jiddiy qutqizish mashinasi signalni yang'irtib, birdamda doktorxonaga kirib keldi va intizorni jiddiy qutqizishga ilib kirib ketdi. Men bo'lsam, sirtda xuddi puti ko'ygan to'xidek joyimda turolmasdan jiddiylashib, jiddiy qutqizish uyining oldida u yoqdan bu yoqqa mang'atdim. Garchi doktorlarning uni qutqizdiganiga ishonchim bo'lsa-mu, uning bundoq bo'lib qilishida o'zimni sababchi deb o'zimni tanqidlayotdim. Chunki uningga bexatarlik tuyg'usi berolmay turib, uningga yiqilishib, ko'ngilni utaman deyishim uxlab tushim edi. Mana uning bilan to'y qilib, bir necha kun bo'la bo'lmayla, men o'ylab boqmagan ishlar yuz berishga boshladi. Soniyaga quyruqimni tutqizib qo'ydim. İntizorning tog'isidan bir muncha tanbih oldim. Amdilikda intizor gazdan zaharlanib qoldi. Xuddi yo'shirin bir kuch mening yo'limni to'sib, menga to'sqinlik qilayotgandek qiladi. Aslida men nihoyat xotirjam turmush kechirayotgan odam edim. Qachondan boshlab intizor bilan to'y qilishga tutishdim, ishlar shundan keyin boshlanishga boshladi. Garchi intizor hakovurdek ko'ringan bilan amaliyotda uning nihoyat ojiz ekanligini his qilishga boshladim. Chunki uning yaqin o'tadigan biror do'stimi yo'q. Nimishqikin uning dadasi bilan bo'lgan ittifoqimi yaxshi emas edi. Xuddi ularning o'ttirisida bir tam badakla. Qizim qani, uning qizadi nim bo'ldi? Dedi asrab ümidab kelgan mardallidir menga gumon nazar bilan qarab. Shu men oqshom uyga kelmagan. Nima? Uyga kelmagan? Texi oldingi kuni to'yinglar bo'lib, oqshom uni yolg'iz tashlab qo'yib, sirtda yurdim-da. Bu siz qandoq? Dedi u xuddi mening gapimning oyog'ini uzib qo'ygandek o'zining gapini to'xtatib. Garchi u ig'izdan chiqarmagan bo'lsa-mu, uning nima demoqchi bo'lganligini har qanday odam bilib olaydi. Uning to'xtamay jiddiy qutqizish bo'limiga qarab, u yoq bu yoqqa minib, bir o'rinda jim turmaganligidan mendimi bakrak jiddiylashayotganligi chiqib turadi. Sizga deb qo'yay. Agar qizimga bir ish bo'lib qolsa, mendan o'ng'ayliqcha qutulanmaysiz. Yaxshisi, qizimga hech bo'lmasligini tilang. Dedi u zardi bilan. Azaldan shirkat muloyim ko'ringan bu odamning bugun boshqa qiyofatini ko'ryaptim. Balkim u qiziga chidamayotganligidan shunday qilsa kerak. Men xuddi muallimning oldida topshiriq ishlamay tanqidlangan o'quvchidek beshimni sangiltib, ichimda intizorning jiddiy qutqizish uyidan tinch amon chiqishini tiladim. Qirishqandek oradan bir soat vaqt o'tsa-mu, kirib ketganlarning birasimi chiqay demaydi. Garchi tartim qistab uning chiqishini to'tkizim bilan kutib tursam-mu, oqibatda bardashlik berolmay tozliq uyga qarab maqdim. Va tozliq uyga oz qolganda oldi tarafda qo'lida bir varaq qog'ozni ko'tarib ketib qolgan tonish bir qizni ko'rib qoldim. Va diqqatimni uningga markazlashtirdim. U qiz boshqa birisi emas, dal Soniya edi. Uning bundaq vaqtda doktorxonada paydo bo'lishi mening diqqatimni qo'zg'agan edi. U bu yerga nima ish qilgandi? Qaraganda intizorning ishini olg'a o'xshamamdi. Agar rostla shundoq bo'lsa, uning quloqi haqiqatan uzun ekan. Lekin u bu yerga nima ish qilib keladi? Buningda cho'qim bir masala bor.
agar uning kelishi tungungi ish bilan munosabatli bo'lsa, uni bu niyatidan yondirishim kerak. Men shularni xiyol qilib, chandurmasdan uning keynidan agashdim. Saniya ozroq mengibla sol tarafdagi eshik beshiga ayollar bo'limi deb yozilgan uyga kirib ketdi. Eshik qiyo ochiq bo'lib, ayol doktor bilan bir nimalarni deb paranglashgandan keyin doktor uningga kichik bir qutini berdi. Men bu qutining nimadir ekanligini bilmasammi, Saniyaning bir ishdan ansirayotganligi chiroyidan chiqib turadi. U eshikdan chiqishiga o'zimni chatga ilib uni kuzatdim. U qutini qo'llari bilan yoshirib tazliq uyga kirib ketib, ayol bo'lmayli yinib chiqib, yana iliq doktorning qishiga kirib ketdi. Men shundala uning kichik tartini tekshirtmoqchi bo'lganligini bilib yetdim. Lekin u nimishqa kichik tartini tekshirtdi? U kasalmi qandaq yoki mening xiyolimni ichidagi ayol doktorning hayajon bilan aytgan gapi uzivatdi. Muborak bo'lsin singlim. Ana bo'g'deksiz. Nima? Doktor, xatalashib qolmagansiz? Bu mumkin emas. Saniya shundoq degunicha qiyo ochiq turgan eshikni yopibdi. Endi ularning gapini anglashga mumkin bo'lmay qoldi. Lekin shundoqdimi anglaganlarim yetarli edi. Chunki bir qiz to'y qilmay turib homildor bo'lib qolganligini qanday tushunamiz? Buningda aniq hukm qilishga bo'ladiki, Saniya oshna o'ynagan yoki bo'lmasa muhabbatlashayotgan bo'lishi mumkin. Avval uning kim ekanligini aniqlab chiqishim kerak. Chunki u doktorxonadan chiqibla qarshi tarafga telefon qiladi. Uning keyniga tushganda kim ekanligini bila olmayman. Saniyaning ko'ranglab yurgini qaraganda bu odam bosh odam emas. Lekin intizor tig'icha jiddiy qutqizishdan chiqmadi. Men chiqib ketsam taz yaxshi bo'lmaydi. Men chiqib ketib, u o'shiq kelgan taqdirda mendan bir umr nafratlandi. Chunki men nima degan bilan uning atoqdagi yo'ldishi. Bu ikkimizning o'ttirsidagi sir bo'lgan bilan boshqalar ikkimizni haqiqiy er-xotin deb bilishadi. Lekin intizorning o'shiq kelishini saqlab, Saniyaning iziga tushmasam, bunday fursat endi kelmaydi. Men qanday qilishim kerak? Men qanday qilishimni bilmay, Saniyaning keynidan agishib doktorxonaning sirtiga chiqdim. Jiddiy qutqizish bo'limining oldiga kelganimda mardonlidir ko'rinmaydi. Qaraganda qutqizish muvaffaqiyatli bo'lib, intizorni yotoqqa o'g'irlashtirgandek qiladi. Tuyuqsiz kallamga bir aql kelib, Tursunayga telefon qildim. U darhol telefonni oldi. Voy, Ziya, qanday ahvolingiz? İntizorning ahvoli qandaqroq? Men bu texi bayardan xabar topdim. Dedi u mendan burun ahvol so'rab. Ishlar ancha yaxshi emas. Menga sizning yordamingiz lozim bo'lib qoldi. Odamni qo'rqitmang Ziya. İntizorga u Gapimni anglang. İntizor yaxshi, lekin ikkimizning ishi yaxshi emas. Oldin qitim biz ayrimxonda yaqinchilik qilgan vaqtimizda Saniya ikkimizning ishlarini maxfiy sing'ilib ekan. Hozir shuni dasmoy qilib, menga tahdid qilyapti. Lekin men bugun uning maxfiyatligini bayqab qoldim. Hozir men uning keyniga tushyapman. Siz hozirla doktorxonaga kelib, intizorga hamroh bo'lgach, meni soqchixonada bo'lgan ishlar to'g'riliq soqchilarga moslashib material qoldirg'il turibdi deb qo'ying. Men ishimni tugatib tezlik qaytaman, dedim jiddiylik bilan. nima deydigansiz Ziya? Qandaqsiga bizning u ishlarni bu mumkin emas-ku. Qaraganda Tursunay mendan bekrak jiddiylashgandek turadi. Mumkin bo'lmaydigan ish yo'q Tursunay. U hamishdan xabardor ekan. Bu ishlarni intizor anglasa hech qisi yo'q. Lekin mardonlidir anglab qolsa chatoq bo'ladi. Shunlashqa vaqtida kontrol qilishim kerak. Siz ularga tushuntirib qo'ying. Men shundoq deganimcha uning javobini kutmayla telefonni qo'yib etdim. Mening paraz qilganim to'g'ri ekan. Saniya doktorxonadan chiqibla birisiga telefon qilgandan keyin yo'l bo'yidagi to'xtatib qo'ygan mashinaga chiqib, shahar ichiga qarab yurib ketdi. Men keyindilla bir kichik kira mashinasini to'sib, uning keyindan agashdim. Saniya bir qancha ko'chalardan agib, shahar markazini bisib o'tgandan keyin shahar sirtidagi yangidan silinib qurilish to'xtatib qo'ygan binoning qishiga kelib to'xtadi. Men uning qaris ko'rinishi bilan yiroqdan mashinani to'xtatib, kira mashinasini qaytarib o'tgandan keyin keyin tarafdagi texib bitmagan derazadan bino ichiga kirdim. Ham ikkinchi qavatga chiqib uni kuzatdim.
Saniye mashinadan tushib, yenidan tamaki chiqarib tutashtirib chekishga boshladi. Uning turqidan bakla jiddiylashyotganligi chiqib turadi. Hayal bo'lmayli yiroqdan Nissan markali qora mashinadan birisi to'p to'zitib yetib kelib, Saniyaning mashinasining yeniq to'xtagandan keyin uning ichidan o'ttiri bo'y, ustaxonliq, to'mirrang kostyum kiyib olgan bir odam tushib keldi. Men bir qarabla bu odamni tanib qoldim. Bu odam boshqa odam bo'lmasdan, bu shahardagi Savdo sanoat ma'muriy boshqarish idorasining boshlig'i Xoliq edi. Bu shaharda har qanday yakka tijoratchi va korxonchilar uning xushomad qilib turadi. Qaysi tijoratchi uning chiq degib qo'ysa, bu shaharda tijorat qilolmaydi. Chunki bu idora shahardagi har qanday cho'ng kichik korxona, yakka tijoratchilarning bozor subyektlarini tizimlab, ro'yxatga ilish, nazorat qilib boshqarishga mas'ul bo'lg'achqa, tijorat kinishkisi qatorliq tijoratga qarata ishlarda uni izlaydiganlar ko'p edi. Mardan lidermi uning hurmatini bakli qiladi. Meni nimaga izdigandingiz? Men sizga qalaymaqam meni izlab kelmang demaganmidim. Agar ikkimizning xufiyona munosabati borligi oshkorlanib ketsa, intizom tekshirish komitetikilarning qo'lqiga yetib qolsa, qanchalik xatarlik ekanligini bilamsiz. Xizmatimdan ayrilib qolmoqda tugul, buningdan keyingi hayotim turma ichida o'tadi. Bu chaqda sizga amonlik yo'q. Gapingiz bo'lsa, tezdan, dedi u Saniyaning oldiga kelibla. Men oldin tuzgan planim bo'yicha telefonni chiqarib ularni sing'ilishga boshladim. Atrof jimjit bo'lg'achqa ularning gaplari ochiq anglab turadi. Men shu homildor bo'lib qoldim, dedi Saniya qo'ldagi homildorlik isbotini uningga ko'rsatib. Nima? Homildor bo'lib qolibdiman? Sizga deb qo'yay, xon qiz. Shundoq deb mendan nimaga erishmoqchi? Sizning mendan homildor bo'lib qolganligingizga qanday isbotingiz bor? Balkim u boshqalarning bo'lib qolishi mumkin. Dedi Xoliq mansib bilan tamakisini chiqarib tutashtirg'ach. Albatta bunday odamlar har jihatdan pishib ketgan bo'lg'achqa, har qanday sharoiti bo'lsin, o'zini tamkin tutishni biladi. Nimalarni davatqansiz Xoliq aka? Men asaldan sizdan boshqa birasi bilan orlashib baqmagan. Uning ustiga siz heyliqi va'da qilgan ishlarni texma o'g'irlab bermadingiz. Siz va'da qilg'achqala, men siz bilan birga bo'lishga qo'shilgan edim. Agar siz hozirgidek isbot talab qilsangiz, albatta isbotni sizga ko'rsatalayman. Chunki ko'nilarning qo'rsig'ining og'riqi bo'lmasa taviz yeyishdan qo'rqma degan gapi bor. Agar men isbot to'g'riliq eg'iz ichib qolsam, keyinligingiz yaxshi bo'lmay qolarmikin? Birinchi bo'lib ayolingiz uqdi. U chaqda siz bilan chek-chegarani ayirmay qolarmi? Uning keynidan sizlardek chirik parxor amaldorlarning kushandisi bo'lgan intizom tekshirish atritidikilar bilan ko'rishimi? U chaqda ishingiz qanday bo'lar? Kallangizni ishlating, Xoliq aka. Qo'rsig'imdagi sizning pushtingiz. Agar chiroyli maslahatlashishga kelishsangiz, biz burunqideklar yaxshi munosabatimizni saqlab qolamiz. Bu balani loyiqada bir taraf qilamiz. Agar qo'shilmasangiz, raqibga aylanamiz. Ko'nalarning bir do'stin ko'paysa bir dushmaning oziydi degan gapi bor. Qani tanlash o'zingizda. Raqib bo'lgangiz bormi yoki dushman bo'lgangiz bormi? Dedi Saniya uning oldida dadil turib. Uning bu tahdididan Xoliq ancha pek jiddiylashib ketmadi. Nima degan bilan har jihatdan pishib yetilganda, lekin uning idisi davolg'ish bo'layotgani kuchab sho'rab chekayotgan tamakisini ko'rib olg'il bo'ladi. 12 qism. O ishlarni men sizga bejarib bermayman demadim. Balki o'zingiz meni tegishli material bilan ta'minlayamadingiz. Onun ustiga bekardilla bir cho'ng shirkatni taqdim etkili bo'lmaydi. O'zingizmi bilasiz? Bu shirkat mush shahardagi oldingi qatordagi kuchli shirkatlarning biri. Ya'ni kelib, men sizdan qiz chiqishingizni umid qilardim. Afsus, undoq bo'lmadi. Shuningdan ko'rilishqa bo'ladi-ki,
siz burundilla yo'ldan chiqqan. Agar bu mening bolam bo'lgan taqdirdimi, oshkorlanib ketsa, sizga ziyntex tegiduki, qilchilik foydasi tegmaydi. Siz Mardon liderni vayron qilaman da'vatisiz. Buning uchun ma'lum jarayon kerak. Şirketning ichki qismida odamingiz bo'lgandila, shu orqali uni vayron bo'lish girdobiga opirib qo'ya olasiz. Lekin men degandek qilmay, yana mendan yomonlasangiz, yaxshi bo'lmaydi. Endi bolaning gapiga kelsak, bolani oldiraydi. Qancha pul ketsa, mana menda bor. dedi u Soniyaga tikilib qarab. Yo'q, hozir shundoq qilmayman. Siz qachon menga bergan va'dangizni ishga oshirgandan keyin, ondan balani tushirib etaman. Bu mening sizni kontrol qilishdagi muhim ko'zlarim. Bu balali bo'ladi ekan, sizni o'zimning deganini cho'qim qildirman. Shirkatning ichki qismidagi odam deysangiz, u odamni tepib bo'ldim. Pat arada lozimli materiallarni qo'lga tushirmay. Sizga deb qo'yay, Soniyaxon qiz. Sizning shahar sirtidagi ichki sayohat o'rningiz bilan shahar ichidagi oromgohingizning hamma rasmiyatlarini men bijirib bergan. To'la mening oldimda o'yin qo'yib, qo'lingizdagi oshi balini pesh qilmang. O'z vaqtida men sizni bu ishga zo'rlamagan. Faqat o'z ixtiyorligingiz bilan ma'qul bo'lgan. Menimi sal chaqlab qopsiz. Vaqt kelib qolsa, qo'l ostingizdagi odamlaringiz men uchun hech nimaga arzimaydi. Yaxshisi, menga qo'taq sanmay, ishlaringizni joyida bajaring. Menmi sizni hargiz tashlab qo'ymayman. Gapimiz mushiyagacha bo'lsin. Xoliq shundoq degunicha Soniyani yolg'iz qoldirib, mashinasidan to'zitqunicha ketib qoldi. Soniya Xoliq ketib bo'lgandan keyin asabiylarcha vaqirab, xuddi ochchig'ini mashinasidan olmoqchi bo'lgandek, mashinaning chaqig'i bir nechini tepib o'tib, mashinasiga chiqib bu yerdan ayrildi. Men butun jarayonni sinig'i ilib olib, xuddi ustimdagi ig'ir yukni ilib tashlayotgandek yeniklab qoldim. Endi bu video bilan Soniya va Xoliqni taltakiz kontrol qila oldim. Mening ishim oshkorlanib ketsa, cho'ng ish yo'q. Vaqt kelib qolsa, yiliq qizni tepib Soniyaning menga ziyankesh qilganligini isbotlab chiqaman. Lekin men tatqa video oshkorlanib ketsa, Xoliq bilan Soniyaning ishi chatoq. Men endi buningdan keyin qanday qilish to'g'riliq o'ylagach, mashina bayagidek piyoda minib, uning keyindan mashina to'sib doktorxonaga yetib keldim. Mardon lider intizor hoshiga kelib, ayrim balnisqa olgandan keyin Tursunayning kirish bilan chiqib ketgan bo'lib, yotoqda Tursunay bilan intizor ikkisila bor edi. İntizarning chiroyi sag'rib ketgan bo'lib, zaharning ta'siri tex ketmagan bo'lsa kerak, Tursunayning qo'ldagi sul yovdasqa yondirib o'tadi. Tursunay meni ko'rib qandoq bo'ldi degan ma'noda beshini boshqani lang'ishdi. Men uningga ishning o'ngishli bo'lganligini ishorat orqali uqtirdim. U xotirjam bo'lgandek bir qo'lida so'l maydasini boshqani besib qo'ydi. İntizar meni ko'ribla ta'tir qarab yetib oldi. Men asta uning qishig'i birib, muloyimlik bilan ahvol so'radim. Xotin, qanaroq turibsiz? Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Soqchixondan chaqirtib keldim. Shunlashqa berib material qoldirib qo'yib keldim. Dedim, men o'zimni aqlamoqchi bo'lib. Bo'ldi, Siya. Mening hozir sizga gap qilg'idekmi halim yo'q. Meni doktorxonaga vaqtida elib kelganingiz kerakmi? Har holda o'limning og'zidan qutulib qoldi. Qolgan ishlarni men doktorxonadan chiqqandan keyin paranglashaydi. Siz qaytib keting, dedi u nihoyat bo'sh ovozda. Uning lavlari gaz bog'lab tatirib ketgan edi. Meni kechiring intizor. Men xato qildim. Ammo men yana sizdan yoningizda turib, holingizdan xabar olay. Dedim uning qo'lini tutib turib. Lekin u qo'lini tortib olib, mening qaytib ketishimni aytdi. Bo'ldi, Ziya, siz qaytib keting. Bu yerda men bor. Tursunay shundoq degunicha ko'z bilan sharatlab meni sirtqa ilib chiqdi va taqozolik bilan so'radi.
Ras, qandaq bo'ldi? Saniyaning men bundaq peskashlik qilishini o'ylab boqmabdi ekanman. Ha, xotirjam bo'ling. Hamma ishlar joyida. Lekin intizor mendan bek ranjib qolgandek qiladi. Balkim u sizni xato tushunib qolgan bo'lishi mumkin. Xotirjam bo'ling. Men uningga tushuntirib qo'yaman. Balki uningga qiydat kelmay qo'ymang. Davomli kelib turing. Qizlarning mo'shundaq vaqtda ko'yinishga eng muhtoj vaqti. Hozir siz qaytib ketib orom eling. Keyin keladigan vaqtingizni men sizga telefon qilaman. Dedi Tursunay meni uzitib qo'yib. Men doktorxonadan chiqib uyga qaytish uchun mashina to'smoqchi bo'lib turishimga oldimga bir mashina kelib to'xtab, uningdan Saniya tushib keldi. Va meni ko'rib chiroyiga mag'rurlik ifodasini chiqarib kulimsirdi. Uning bu yerga yana nimishga kelganligini anqiramadim. Yaxshimi, Yezna? Anglasam ishlar ancha xayrlik bo'lmagandek. Agar yana mening taklifimga qo'shilmasangiz, buningdan keyin boshqacharoq bo'lib qolishi mumkin. Dedi u ko'zlarini o'yintib turib. Nima? Bu ishlarnimi siz qilganmi? Dedim men zardi bilan uning ko'ziga qatilib. Agar boshqa vaqt bo'lgan bo'lsa, uning chiroyiga bir necha shaplaq silvatgan bo'lardim. Nemishqa undaq o'ylaysiz, Yezna? Men har qancha razil bo'lsam-mu, texi u darajaga yetib qolmadim. Agar rostla shundaq o'ylagan bo'lsam, bu kimgacha u hayot qolmaydi. Qaraganda men g'oyiviy bir kuch yordam qilayotgandek turdi. Sizmi vaqtida bir fikrga keling, ha? Ha, ras. U qandaqroq. Afsus, kirib yo'qlab chiqay desam, aldirash bo'lib qoldim. Mening salomimni yetkazib qo'ying. U shundaq deb qaytadan mashinaga chiqib, minishga tamshalgan edi. Uni chaqirtib to'xtatib oldim. Hey, to'xtab turing xon qiz. Nega aldiraysiz? Bundoq vaqtda o'zingizning salomatligiga diqqat qiling, charchab qolasiz. O'zingizni o'ylamasangizmi, al qo'saqdagi balani o'ylab qo'ying. Dedim men uning ko'ziga tikilib qarab turib, masxir qilgan talaffuzda. U mening gapimni anglab, xuddi zahar yog'aganda qo'l harakatdan to'xtab, chiroyida kukilga shu zamonda o'chdi va ikki ko'zi hayronlik ilkida menga tikildi. Bunda qaramang xon qiz. Men sizni nima deb atashni bilmadim. Singlim deydisam, quvvatqa ishlaringizga uningga mos kelmaydi. Albatta ismingizni chaqiray desammi, tilim kelmayotdi. Yana boshqalar sizni xon qiz deb chaqirgandan keyin men shundaq chaqirsam muvafiq bo'lg'idek deb o'yladim. Qanaymaqan biljirlamang. Sizning nima deyotganligingizni tushunmadim. Qaysi bolaning gapini qilyapsiz? Nima xon qizkan u? Dedi Saniya qasdan bilmasga silib. Lekin uning lavlarining sus titrayotganligi bilinib turadi. Bo'ldi Saniya, bo'ldi. Endi xubsallik qilmang. Siz qilganni men qila olayman. Ham qilaman. Lekin sizdan oshirib qilaman. Mana bu mening ortiqchilikim. Undidaringizga kichikgina bir video avatib qo'yay. Balkim shuni ko'rib, ediringiz o'zgarib qolar. Men gapimni debla keyindilla videoning azroq bir yerini uningga avatib berdim. U hayronlik ichida men qarab qo'yib, telefonni ochib, men uningga avatib bergan videoni ko'rib, chiroyi o'zgarishga boshladi. Texi necha minutning oldidagi mag'rurligi nalagido g'oyib bo'lgan edi. Xo'sh Saniya xon qiz. Endi buningdan burun qishlarni unutib keting. Balaning ishini yaxshi bir taraf qiling. Bu o'zingizga yaxshi. Men shundaq deganimcha kelayotgan kira mashinasini to'sib uyga qarab mangdim. Yo'lda Saniya bir necha qitim telefon qilgan bo'lsa-mu, qasdan olmadim. Hatto u undizlarga ayrim ko'rish paranglish to'g'risida uchur qoldirgan bo'lsa-mu, javob qaytarmadim. Chunki texi attiganlar uning menga solgan tahdidi mening turmushimni vayron qilib o'tgan ta'sir qilgan edi. Uyga qaytib kelib, munchiga tushib yuyingandan keyin mehmonxona uydagi yumshoq safada yetib, televizor ko'rgach uxlab qoptiman. Demisimi, attigan yoqqa jiddiychilikda u yoq bu yoqqa qatirab haqiqatan charchagan edim. Bir chaqlarda telefonimning sayrishi bilan uyg'onib ketdim.
telefon urgan Tursunay bo'lib, intizorga kechki tomoq elib kelishimni aytqa edi. Men o'rnimdan turib, yo'l bo'yidagi bir milliy taomlar oshxonasidan pachka sho'rpisi tayyorlatqizib, doktorxonaga yetib keldim. Tursunay menga kulib qo'yib, Amisi men qaytib ketdim. Bu yerdagi ishlar sizga qoldi, jimi? İntizarning holidan yaxshi xabar e'lon. degunicha chiqib ketdi. İntizorda hech menni qiydavatgan bo'lsa kerak, menga keyin tarafni qilib yetib olgan edi. Men sho'rpining og'zini ichib, karvatning bosh tarafidagi tumpuchga qo'ygandan keyin tomoq yavling deganimcha uni yo'lab turg'izmoqchi bo'ldim. Bo'ldi, meni tutma. O'zim tura olayman. Menga hesdoshlik qilishingizning hojati yo'q. U shundoq degunicha yostiqni qirlab uningga yo'landi. Men uning bu qo'polligini to'g'ri tushungan edim. Chunki u menga qidoat atdi. Sho'rpini qo'limga ilib, pulab turib uningga uchirib qo'ymoqchi bo'ldim. İchirib qo'ymasangizmi ichalayman. Yo men bir kichik bola bo'lmasam. U shundoq deb vudurg'incha qo'limdan sho'rpini oldi. Uning chiroy shakli xeli asli kap qolgan bo'lsa-mu, sho'rp tutgan qo'llari tinimsiz titrab turardi. Akilinga, yanla men tutib beray, o'zingiz iching. Men shundoq deb uning qo'ldagi qachiga qo'l uzatdim. Bo'ldi, sal turib ichay. Sizning ko'samli ishtoyim tutilib qoladi ekan. Dedi u ta'tir qarab. İntizar, sal ameliyatchil bo'lsangiz qanda. Biz to'y qilg'ili texi bir necha kun bo'ldi. Hozirli bunday qilg'il tursangiz, boshqalarning oldida ta'siri yaxshi bo'lmaydi. Gerçi biz yolg'ondan axotin bo'lsaqmi, boshqalarning og'zida rasmiy axotin. Har qanday masalani ikkimiz darqanda turib hal qilishimiz kerak-ku deyman. Dedim men o'zimni uvalchilikqa uchirgandek qiyofatda ko'zdim. Boshqalarning oldida ta'siri yaxshi bo'lmaydiganligini bilir ekansiz, ha? Undaq odam nemishqa sodiq dadamning uyidan tomoqmi yemasdan chiqib ketasiz? Siz shunday qilg'idek ular sizga nima qildi? Sizni kirib qolarmikin deb shuncha saqlasak kirmay, atsiz kirdingiz. Sizni sodiq dadamning uyida tomoq yemedi, qo'rsig'i ochqanmisin deb tomoq atgan edim. Lekin qozon qaynab teshib ketib, o'tni o'chirib qo'yibdi. Men gaz o'choqning konopkasini etishni unutib qolib, yotoq uyga kirib uxlab qoldim. Tang saharga yaqin uyg'onib ketdim. Qarsam uyning ichini sesiq biroq bir atdi. O'rnimdan turmoqchi bo'lgan edim, beshim qiyib yiqilib ketdim. Qolgan ishlar esimda yo'q. Helimi doktorxonaga vaqtida ap ketsiz. Agar men bilan birga qaytib kelgan bo'lsangiz, bu ishlarni yuz bermaydi. Qani aytib beqma, mas'uliyat sodi kimdiki? Men shundla intizorning degan gaplardan, Sodiqning menga deganlardan xabarsiz ekanligini bilib yetdim. Chunki ular hargiz intizorga menga nima deganlik to'g'riliq gap qilmaydiganligi menga ayon edi. Hurmatli o'qirman do'stlar. Asarning bu qismi mushu yerda oyoqlashdi. Asarning davomiga qiziqsanglar, diqqatinglar davomli salonimizda bo'lsin. Mazmunlarimizni yoqtirgan bo'lsanglar, bizni qo'llamoqchi bo'lsanglar, mazmunlarimizni do'stlaringlarga, yaqinlaringlarga ham bahrlab qo'yishni. Eng osti o'ng burchakdagi Zeyken ve Ho belgilerini, e'lonlarimizni chekib qo'yishni unutib qolmanglar. Esinglarda bo'lsin, qo'llash sizlardan, terishish bizdan. Xayr xo'sh, keyingi qismlarda ko'rishaylik. 13 qism. Gerçi o ağzıda menden rencigende qilgan bilan ameliyatda ayollar xos latofatini namoyon qilyotdi. Kechiring intizor. Oldingi kundagi ishlarda haqiqatan yangilik qilganim rost. Lekin yaxshi yomon gaplarni ayriya olmayman. O'chmanlik nazar bilan sungan sharbatdan kulib turib sungan zaharni ichishga roziman. Chunki men azaldan ota-ona, qarindoshning mehrini ko'rib boqmadim. Shundaqla ko'rib beqishni arzu qilaman. Ota-onamdan kichik qilib, partiya hukumatning ham mahalla ko'ydikilarning g'amxo'rligida mushkunga ulashdim. Lekin qalbimda izchil bir savolga javob topolmadim. Nimishqa biz yuqur-tuvan ayrishimiz?
namrat oilada tug'ilib qolganligimiz ota-onamizning savallikimi? Mal dunyoning mehri qarindoshlik mehridan kuchlikmi? Mening sizni g'oyibona yaxshi ko'rganligim rost. Buni inkor qilmayman. Azaldan sizga erishishni o'ylab boqmadim. Chunki bu men uchun faqat bir shirin tush. Lekin taqdir yolg'ondan ar-xotin bo'lishga nisbat qilibdi. Garchi sizning muhabbatingizga erishamasam-mo, siz bilan birga o'tgan mushkullarni qadrlayman. Mendan ortiqcha ansirishingizning hojati yo'q. Faqat sizga bexatarlik tuyg'usi ilib kela olsam bo'ldi. Kishilik qadr-qimmat mol dunyo bilan o'lchinadigan ish bo'lsa, men tirishib bu sharafga nail bo'lishim kerak. Men bugun g'ayratga kelib, necha vaqtdan demoqchi bo'lgan gaplarimning hammasini davilib, o'zimni yeniklab qolgandek his qildim. Agar ukul almashtirg'ili sestra kirmagan bo'lsa, yana nimalarni deb kitob o'qitdim. Intizor bo'lsa, bir nuqtaga ko'z tikkinicha gaplarimni oldi. Lekin inkos qayturmasdan yon tarafga o'rilib ko'zini yumib oldi. Balkim uningga gaplarim ta'sir qilgan bo'lsa kerak. Pat-pat ko'tarilib, pastlab turgan gavdasidan uxlamaganligi bilinib turadi. Bilishimcha, uning ideyasidami kurash bo'layotdi. Shunday qilib, intizor doktorxonada 3 kun yotgandan keyin badandagi zaharning asoratidan qutulib, doktorlarning qo'shilishi bilan doktorxonadan yenib chiqdik. Bu 3 kun jarayonida intizor garchi menga gap qilmagan bo'lsa-mu, burunqidan xilili muloyimlashib qolgan edi. Menmi yanada izchil uning hamroh bo'lib keldim. Bu jarayonda Mardanlidir kunda bir qitim kelib uni yo'qlab turadi. Doktorxonadan chiqishdan oldingi kunsi mening chiqib turishimni aytib, ikkisi ayrim xeyli uzun paranglashdi. Qaraganda Mardanlidirning kayfiyati toza yaxshi emas qiladi. Uning tag'is sodiq bir qitim uni yo'qlab kelgan vaqtida men qasdan chiqib ketib, u qaytib ketgandila ondan qaytib kirdim. Balkim intizormi ikkimizning orasida bir ish bo'lganligini sezib qolgan bo'lsa kerak. Umi ortiq gap qilmadi. Uyga qaytib chiqqan kunsi men bozordan sayko'kta sitib olib, intizorning eng amroq tamqi tugri yetib berdim. Uning tugriga amroqligini Tursunay deb bergan edi. Turmushning issiq so'g'oqlari va bo'ytaqchilik meni yaxshi bir oshpaz qilib yetishtirgan edi. Intizor tamoqni nihoyat ishtiha bilan yedi. Tamoqni yeb bo'lgandan keyin qozon quchlarni yumoqchi bo'lib oshxonaga kirishimga, u mekaynimdan kirib bu ishlarni o'zi qilmoqchi bo'ldi. Voy bo'ldi. Sizning salomatligingiz tig'i asli kammidi. Aram eling, o'zim qilay, dedim uningga yaxshiroq bo'lish uchun. Amaliyotdami qilayotganlarimning hammasi uningga yaxshiroq bo'lib, uning ko'nglini utish uchun edi. Bo'ldi Ziya. To'la menga yaxshiroq bo'laman deyman. Men sizning xayrixohlik qilishingizga muhtoj emas. Siz meni hech nima qilolmaydigan mishchan qiz deb o'ylayapsiz. Er kishi degan er kishidek bo'lish kerak. Er kishi turib qozon beshida nima bor sizga? Oshxonadan chiqib keting. U shundoq degunicha dolamdan ishtirib oshxonadan chiqiribdi. Uning boshida degan gaplari ko'nglimga kelmagan bo'lsa-mu, bu xotin ishtini degan gap qulqumdan kirib mengamga chiqib ketdi. Va uning radiya bermoqchi bo'lib, keynimga o'rilgan vaqtimda uning oshxonaning eshigini ichidan itib olganligini bildim. Va achchig'imda o'zimni tuta olmay so'zlab ketdim. Haddingizdan bo'shroq ishing intizor. Bayqi gap sizdek tarbiya ko'rgan qizlarning og'zidan chiqadigan gap emas. Yana bir qitim deb qo'yay. Buningdan keyin ikkinchi qitim bunda g'ururim tegadigan gapni qilmang. Barchiguna o'zimda tursa, qopni ko'tarib naga boray degandek ish bo'ldi desa, yaxshi ko'nglimning yomonga aylanib qolganini qarang. Xat. O'zimga az. Nima qiladim qazon ishiga aralashib. Men shundoq deganimcha mehmonxona uyga qaytib chiqib televizor ko'rgach, kayfiyatimni turaqlashtirmoqchi bo'ldim. Bu qitim haqiqatan achchig'im kelgan edi. Maylim chidab kelyapman. Agar mening o'rnimda axloqsiz yigitning birasiga yo'liqib qolgan bo'lsa, bu kamgacha saq tura olamdi. Har amallarni qilib, yangnisidan yip o'tkazib, amalsizlik ko'chasiga boshlab yolg'onni rost qiladi. Mening o'z amaliyatim orqali ko'ngli utaman deganim tushunmaga o'xshaydi. Xap to'xtabdi. Qanday qilaman-ki? Men shu xiyollar ichida o'zimni bazlab, qachon uxlab qolganimni bilmayman. Bir chaqda yinimda anglangan tevishdan cho'chib uyg'onib ketdim. Qarasam, intizor mening ustimga yotgan kirlikini yip qo'yg'il turibdi. Bu
Buni ko'rib bayatın qatchig'im yomg'irdan keyingi bulutdek taqab ketdi. Rahmat xotin. Ağzınızı yumang. Meni xotinim degichi bo'lmang. Buni yepib qo'yganim qandaqdir sizga ko'yinganligim emas. Balki o'zimni o'ylaganim. Agar sovuq tegib zukam bo'lib qolsangiz, sizni tashlab etkili bo'lmaydi. Yana men baxsam bo'la? Dedi u yataq uyga kirib o'tib. Men achchig'imni ichimga yutib, yataq uyimga kirib ketdim. Mening azaldan uyqum ichilib ketsa, qayta uyqum kelmiki ta'sidi. Ham uning ustiga intizorning bayqi qo'polliqlari ko'z oldimga kelib olib, uyqum tamoman qochqa edi. Yana kelib, yandagi uydagi tannaz bir qizning nafaslarini anglab uxlamoq osonmi? Agar niyatimni buzibla majburiy yiliqidek yo'q. Unda qilsam, uning tini menga hisob bo'lgan bilan qalbi, yuragi, hissiyoti menga tava bo'lmay qoladi. Uningga muhabbatning qandoq bo'lganligini tunitishim, buning uchun har qanday ko'ngil og'riqlarga chidab, uning zimiston qarab mangan yurkini bahorga boshlashim kerak. Men qandoq qilish to'g'riliq xiyol surib, tongga targa yaqin uxlab qoldim. Shu pit qanchalik uxlaganligim noma'lum. Bir chog'larda yostiqimning ostidagi telefonning titrishidan erinchaklik bilan ichilmagan uyqumni ta'sida ichib, telefonni qo'limga oldim. Telefon soniyadan kelgan edi. Men yandagi uyda intizor bor deb o'ylab, ehtiyot bilan telefonni oldim. Qandaq ahvolingiz, Yezna? Agar vaqtingiz bo'lsa, bir ko'rishsak bo'pti-kan? U telefonni ilishimg'ila uning mayiz ovozi anglandi. "Xon qiz, aramizda ko'rashkidek ish yo'q-ku deyman. Siz mening kishilarimni ig'izga olmasangizlar, men bu ishlaringizni hech kimga oshkorlamayman. Mushu yerda to'xtab qoling," dedim men gapni kesibla. Men sizni o ishlar to'g'riliq izdamadim. Sizgimi va menga foydasi tegadigan bir ish to'g'riliq paranglashmoqchi edim. Dedi u mening telefonni qo'yib yutishimdan ansirgandek jiddiylashib. "Kechiring. Ko'nlarning yomonga yo'liqsang yarisi, qozonga yo'liqsang qarisi degan gapini unutib qolganim yo'q. Yaxshisi tinimga singan ninimni yeb, usab sovuq suv ichib yuray." To'xtab turing, aldirab yakin chiqaman. Bu ish siz o'ylagandek ish emas. Mening gapimga kirsangiz ziyon tatmaysiz. Bilishimcha sizga ko'p pul lozim-ku deyman. Agar siz intizor bilan imtiyozdan tang bahramon bo'laman deydigansiz, cho'qim iyilik tiklishingiz kerak. Iyilik tiklash uchun pul bo'lmasa bo'lmaydi. Haqchan quruq qo'l bir ish qilolmaysiz-ku deyman. Uning gapini anglab, damanliqqa nima deyishni bilmay turib qoldim va so'radim. Nima ishligini bilib baqsam bo'lamda? Yo'q. Bu ishlarni telefonda deyish afsus. Shunglashqa 100 tirana so'zlashishimiz kerak. Agar talabimga qo'shilmasangizmi, ranjimayman. Lekin bu siz uchun yaxshi fursat. Agar keladigan ishingiz bo'lsa, soat 2 da shahar markazidagi bog'chada saqlayman. U shundoq debla telefonni qo'yib etdi. Telefonni qo'yib etib, intizordan kelgan bir necha uchur ko'zimga chiliqdi. U attigalla turib chiqib ketgan bo'lib, bijirdigan jiddiy ish borligini, nashtilikni mehmonxonadagi ustalning ustiga qo'yib qo'yganligini aytgan edi. O'rnimdan turib, kiyim-kechaklarimni kiygandan keyin, tozliq uyga chiqib yuz ko'zlarimni yuvgandan keyin nashtiqlashga o'ltirdim. U ustal ustiga qo'yib, ustini yipib qo'ygan nashtilikni ichib, ko'zlarimga ishonmayli qoldim. Chunki ustal ustida men nashtilikqa eng yaxshi ko'rib yeydigan kichik ko'k piyoz aralashtirib pishirilgan yutazi bilan qizilmoch va pomidorlarda itilgan bir tax so'g'uq say va bir stakan sut turadi. Uning qanday qilib men yaxshi ko'radigan nashtilikni bilib olganligiga hayron qoldim. Bu vaqtda soat 12 atrofida bo'lib qolgan bo'lib, Soniya bilan ko'rishishimga yana 2 soat vaqt bor edi. Men intizorga rahmat xotin degan xat bilan yurakning ifodasini yo'llab qo'yib, nashta qilishni boshladim. Birdamdala uningdan qizirib turgan ifoda bilan Chaydoning ifodasi yetib keldi. Men uning avatgan ifodalariga qarab, kulimsirab qo'yib, inkos qaytarmadim.